Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Muborak payshanba bilan hammalarni tabriklayman. Ya'ni payshanbalaring muborak bo'lsin. Navbatdagi efir orqali sizlar bilan ko'rishib turgandan bag'oyatda mamnunman. Omonmisizlar, tuzukmisizlar o'rtoqlar? Qamalgan xodimlarni mutlaqo bir qandaydir bosimlar ostida, tuhmat, ig'vo, shantajlar ostida qamalib ketgan deb hisoblayapman. Ana shu tuhmatlar javobi keltirilsin, isboti qilinsin, shu urgani, tepgani, boshqa qilgani hammasini ko'rsatib berishsin shuni deb qancha vaqtlardan beri talab qilib kelyapmiz. Lekin hali hanuz video ko'rganimiz yo'q. Xodimlar ozod qilinsin, o'z ishlariga tiklansin degan bir pozitsiyani egallab kelyapman. Chunki men o'z nuqtai nazarimdan bu xodimlar aybsiz ekanligini, mana bunaqa fitnakorlarni fitnasiga tushib qolganligi, o'ta ketgan ayyor, makkor, g'alamiz, o'ta ketgan jirkanch odamlarning bir o'yiniga tushib qolganligi men uchun ko'rinib turibdi. Qancha odamlar bilgan bo'qini yeb yuribdi, xilvatda. Lekin bu mavzu ommaga oshkor bo'lishida Guli Chapchap, ya'ni Guli Ra'no Qosimovaning o'zi olib chiqib elga, dunyoga doston qildi bu narsani. Ana shuni ketidan hali hanuz trendni egallab kelayotgan mana shu mavzu atrofida aylanyapmiz. Endi men hozirgi video efirimni Otabek Jo'rayevga qaratmoqchiman. Otabek Jo'rayev, meni yaxshilab eshitsan, ablah. Men Daniyadan turib jo'natib qo'ygan kabutarlarim menga xabarlar yetkazib kelyapti. Bay deb boryapman-da. Otabek Jo'rayev, yaxshilab eshit meni. Mana bu murojaatim senga va aynan sen meni kuzatasan va undan tashqari hozir har diqqat bilan eshitib tur, har bir gapim qanchalik haqiqat ekanligini tan olmasang ham ommaga, lekin bilasan. Ana shuning uchun senga to'g'ridan to'g'ri yo'llayapman. Ey ablah, sen ana Guli Chapchap mega fohisha bilan, mega jalab bilan hozir kvartirasini nima qilgansan? Mana bu muborak ro'za oyida har kuni muborak seks, ishqiy munosabatlarda yonib kuyib, shpili-vili qilib yuribsanlar. Muborak ro'za oyida eri bor, muborak, munis, mo'tabar deysan deyayotganing o'sha voydot mazluma deyayotganing mana bu mega jalab bilan sen ijaraga olgan o'sha kvartirangda har kuni seks qilib yotibsan. Xo'p, yana bir bor aytaman. Ko'p katta odamlar, voyaga yetganlar o'zaro roziligi asosida jinsiy aloqa qilsa, men bunga qarama-qarshiligim yo'q. Bilgan po'qingni ye. Sen videoingda talab qilyapsan-da. Qani ichki ishlar o'sha zino bo'lgan bo'lsa, zino videosini ko'rsatsin-da, keyin o'shan bilan ayblasin bularni. Ana sud ayblasin zino bilan videoni ko'rgandan keyin. Ey dalban. Zino uning uchun mana bu dunyoviy qonunlarda jazo yo'q. Hech kim ayblay olmaydi. Ichki ishlar ham ularning maqsadi ham ularni zino paytidagi holatini syomka qilib, uni ayblab sudga tortish emas. Ahmoq. Hech kim birov bilan shpili-vili qilayotgan paytda uni video efiriga olib, bilan ayblay olmaydi. Buni iloji yo'q. Qonunda unga jazo yo'q. O'zaro rozi-rizochilik, zo'rlik bo'lmagan bo'lsa, zo'ravonlik, tajovuz bo'lmagan bo'lsa, voyaga yetmagan shaxslar bilan bo'lmagan bo'lsa, katta odamlar o'zaro ikkalasi ham biz o'zaro rozi edik desa, bo'ldi, uni jazolay olmaydi. Sen bu no'noq tupoylarcha, mana bu kal aqlingga kelgan mana bunaqa tupoycha fikringni hammaga gapiravermagin-da. Endi xuddi shuningdek, sen ham bugun o'sha syomniy kvartirangda u Guli Chapchap bilan ishqiy munosabat, jinsiy jimo deylik, sen hozir mulla bo'lib qolgansan-ku, haligi mashalloh, inshaalloh bo'lib qolgansan. O'sha jimo qilayotganingda, ya'ni nomahraming bilan muborak ro'za oyida inshaalloh, mashalloh deb
har kuni shaqir qilayotgan paytingda kimdir kirib, seni bu shaxsiy masalalaringga aralashadigan bo'lsa, o'sha syomniy kvartirangga kirib borib, bostirib kirib, ustingdan syomka qilib, mana bu zino qilyapti, mana haloyiq ko'rib qo'yinglar deb seni va Gulchapchapni yalang'och holida tasvirga olib, agar tarqatib yorsa, o'sha tarqatib yorgan odam og'ir ayblanib, o'sha surok olib ketadi. Ya'ni senlarni hech kim jazolamaydi bu jimo qilayotganing uchun. Seni o'sha videolaringni, o'sha syomka qilib olib tarqatib yorgan foto, video yalang'och holatingda qorningni osiltirib, mana soliqchiga o'xshab, ana Gulchapchap sonidagi haligi aval shakldagi ko'kargan joylarini, keyin ana avratidagi junlarigacha ko'rinib qolganini tarqatib yoradigan bo'lsa, ana o'shalar jazolanadi. Tushuntira oldim bu narsani. Endi san iprisqilar diqqat bilan eshit. Hokimiyatlarda, qanaqadir vazirliklarda, hatto bor o'sha viloyatni imomati bormi? Hattoki Toshkentda muftiyatgacha odam izlayapsan. Otabek Jo'rayev. Bay, endi kuning imomlarga qoldimi? Muqaddas roza paytida mana harom xarij nasib bosgan ishni qilib yotibsan. Muqaddas roza, mashalloh, inshaalloh deb. Har kuni mashalloh, inshaalloh deb Gulchapchapni qoqib yotibsan. Enqillatib, mayli, senlarning ishing, faqat gaping amalingga to'g'ri kelmaydi-da seniki. Sen bugun o'zingda mulla yasab olgansan. Endi muftiyatga odam izlab chiqyapsan. Muftiyatdan odam qidiryapsan. Va meni kabutarlarim shunaqa xabarlarni olib qaytishdi Daniyaga. Nimaga odam izlayapsan? Aytaymi? Buni ham aytib bera qoling. Sen odam izlayapsanki, tezroq voydot, bedot mana bu holatni endi hozir to'xtatmasak, u yog'i pizdesimiz chiqadi deb, yarashuv uchun ana Akmal Hajjayevni oilasi bilan, narigi oila bilan, dadalari bilan yarashuv kelishib, o'sha odam qo'yib o'rtaga. O'sha kelinglar, qo'yinglar, endi bir-biringlardan uzr so'raylar qilib, mana odam qo'yib yarashtirish uchun odam izlayapsan. Muftiygacha odam izlab yuribsan. Qanaqadir bir tanishlaringni aytyapsan, isqirt. Gnida o'rtaga odam qo'yib, dotvoy, mana yarashtirib beringlar. Mana bu holatni to'xtataylik. Endi maynovatchilik bo'ldimi senlarga bu sud endi? Maynovatchilik bo'ldimi? Shuncha oylardan bir tergov, shuncha oylardan bir ikkita odam qamalib ketyapti. Senlarning kasringga. Qamalib ketyapti. Hali davom etyapti-da, endi nimamish? Tinchgina o'rtamiz isloh bo'ladi. Inshaalloh, mashalloh, hammasi cho'tka, boshqa deb o'tiribsan. Shuncha mana bu janjal to'polonlardan keyin endi bu seni bu o'yinlaring o'tadimi endi? Voydot deb ana Gulchapchaping o'tiribdi. Ayting, men ham kechirimni so'rayman. Bir tomonlama bo'lmaydi bu. Men ham o'z tomonidan o'tgan narsalarga uzr so'rayman deb o'tiribdi Gulchapchaping. Har kuni yoningda, bag'ringga kirib, tashshag'ingni yalab. Ana soliqchi vobshe duxini kiyib, oyoqlari, tizzalari qaltirab, o'zi zo'rg'a yuribdi o'zi u. Ularni hammani senlar anaqa qilyapsan. O'z chizig'ingda yurg'izdirib, mana bunaqa degin, unaqa degin deb o'zing ketingdan ergashtiryapsan. U qo'rqib ketyapti. Soliqchini olib kirib 2 soatli, 2 soat tergov surishtiruv ishlarini effektiv bajaradigan bo'lsa, kimdir? Tamom. Soliqchi ana shundan qo'rqib ketyapti. Chunki soliqchining eski ishlari bor, hozir ochilib ketdi deb turgan. Yenasini Uchqo'rg'ondan ko'rib ketadi. Davay nahvi desa, shundoq sayraydi bor holatni, shundoq sayra beradi. 2 soat yetadi, bo'ldi. Hamma narsa tugaydi. Hozir hech kim ishlasa demayapti-da soliqchiga. O'z holiga qo'yib qo'yibdi. U sanlarning ketingdan yuribdi o'sha soliqchi. Nima desing shunga rozi bo'lib. Hozirgi kunda Gulchapchapning yo'biri sensan. Buni aniq aytyapman senga. Mana to'g'ridan to'g'ri efir orqali aytyapman senga. Har kuni shimishib, qoqishib bo'lib, mana sudga ham kechasi bilan qoqishib chiqib keyin bording sudga. Bitta kvartirada. Hem plan tuzyapsan, hech topa olmayapsanlar planni. Rejalaring o'xshamayapti, bor.
O'xshamayapti rejalaring. Voydod deyapsan, odam izlayapsan. Ana hokimiyatda tanishim bor deyapsan. Viloyat hokimiyatida birovdan iltimos qilamiz deyapsan. Ana falon vazirlikdan deyapsan. Boshqa ana viloyat imom xatibligi bor-ku, ana viloyatdagi anaqa nima deydi uni? Muftiyat emas, ana viloyat bo'yicha boshqarmasi. Musulmonlar idorasini boshqarmasi. O'sha yerdan odam izlayapsan. Muftiyatdan odam izlayapsan sen. Maraz odam topib o'rtaga imomlarni aralashtirmoqchisan. Aynan o'sha dindan gapiryapsanlar-ku. Diniy tomonlama fahsh, zino, jirkanchilik, yiring, do'zax azobi, go'r azobi deb gapiriladigan mana bu eng og'ir gunohlardan deb hisoblanadigan narsaga sen imomni aralashtirmoqchisan. Yana bo'lib hamki muftiyatdan odam aralashtirmoqchisan. Ginida shunaqa ham gazanda bo'ladimi odam, ha? Ey, sanlarni boru. Ikkalangni bitta qilib, daraxtga bunday skotchlab qilib, yalang'och qilib boylab ketish kerak sanlarni. Ana shu yarashadi san isqirtlarga. Savobga qoladi shunaqa qilgan odam. Gnida menga qolsa-ku, sandaka xavfli unsurlarni jamiyatdan udalit qilib yuborish kerak deb aytgan bo'lardim. Sandaka o'ta xavfli, san va Guli Chapchapdagi o'ta makkor, o'ta ayyor, firibgar, tovlamachi, o'ta ketgan xavfli unsurlarni jamiyat uchun har doim xavf tug'diradigan, turli yolg'onlar bilan odamlarning ko'zini shamg'alat qiladigan, jamiyatda yirik muammolarni keltirib chiqara oladigan sanaqa xavfli unsurlarni jamiyatdan udalit qilib yuborish kerak deb hisoblayman men. Endi bu meni shaxsiy fikrim. Ovora bo'lma. Imom aralashtiraman, bir vallomat amaldorni aralashtiraman deb ovora bo'lma. Ba'zilar bilan gaplashaman bo'lgansan, to'g'rimi? Yo, biz aralashmaymiz degan, to'g'rimi? Kimligini aytmay qo'yaver endi. Qaysi amaldor vallomatligini aytmay qo'yaver. O'sha amaldor vallomatlaring sen gaplashgan, boshqalarga gapirib berib. Menga chiqdi, men rozi bo'lmadim aralashishga deb. To'g'ri qiladi aralashmasdan. O'sha o'tirgan lavozimi-yu, o'tirgan pagoni, zvaniyasi-yu hammasidan mosuvo bo'ladi. Hammasidan quruq qoladi. Agar seni ishingga aralashadigan bo'lsa, senlarni mana bu isqirtliklaringga aralashadigan bo'lsa, senlarni tomoningni oladigan bo'lsa. O'zingdan bir bugun sud jarayonida bir g'olibdek efir qilibsan. Zino bo'lganmi, bo'lmaganmi, men unasiga aralashmaganman, hamma Allohning oldida o'z javobini beraveradi. O'y, qani 19 minutli video? Qani urib kaltaklab, do'pposlab, uni ikkalasini ham akashagin chiqarib tashlagan xodimlarning holati to'g'risida video qani? Qani? Yana bir bor so'rayapman. Qani o'sha video? Qo'y o'sha videoni. Ha, yo'q, yana sud o'tib bo'lgandan keyin, hamma narsa o'tib bo'lgandan keyin chiqaramiz. Yana o'sha gap. Shashvarlaring chiqib yotibdi. Otabek Jo'rayev. Pizdesing chiqib yotibdi. Har kuni plan barbaroz o'xshamayapti. Topa olmayapsizlar, bir jo'yali reja topa olmayapsizlar. Yonib ketishingni bilyapsan, e'tirof etyapsan shuni. Aytyapsan o'shani. Yonib ketamiz deyapsan. Yonib ketamiz. Mana bir narsa faqat bitta yo'ling qolgan, o'sha o'rtaga odam tushirib, kelishtiruv, yarashtiruvga olib bormoqchisan. Boshqa ilojing yo'qligini ko'rib turibsan. Yarashtirish uchun go'yoki mana hamma tomon rozi, endi bu bundan uzr so'radi, bu bundan uzr so'radi. Ana endi bu arizasini qaytarib oldi, bu arizasini qaytarib oldi. Bu yoqdagi millionlagan xalq lo'qmi sanlarga? Ha? Shuncha ishni boshlab qo'yib o'xshamay qolgandan orqaga sakrab, darrov endi pisloq qilib mana bunaqa narsalarni to'qib bichib dindan gapirgich bo'lib qolasan sen. Isqir. Haromizodalar, jirkanchilar. Yo, o'lmaysanmi? Shpilivili qilib bemalol, xilvatda nima bo'qaysang qilmaysanmi? Qaysi biring kim bilan bo'zini? Farqi yo'q u. Ana shu narsalarni aytib qo'y dedim senga. Bo'ldi, to'xtat. Foydasi yo'q. Muftiyatdan hech kim aralashmaydi. Vallomatlar ham hech kim aralashmaydi. Duxu yetmaydi hech kimni aralashishga sanlarning ishingga. Varvaraya bo'lib ketadi. Mana degan vallomati ham. Tushuntira olyapmanmi gapimni? Innasini uch qo'rg'ondan ko'radi aralashgan odam.
Ana shu narsani неужели bir mantiqan bir yakunini o'ylab ko'rmayapsizlar sizlar. Sana atrofingda mana shu gulchapchapni atrofida girdi kapalaylar bo'layotganlar, atrofida bo'layotganlar hammasiga qarata gap. O'ptim yonib ketasan. Nima lo'qmi 40 million aholi? O'zbek lo'qmi shunchalik? Sen shuncha narsani boshlab hamma yo'ni ag'dar to'ntar qilar ekansan, oxirida endi yo'q isloh uchun, boshqa uchun bo'ldi, kelishib olsak, yarashib olsak, hammasi cho'tga ketyapti deb o'tiradigan. Yo'q, endi bu yoq to'xtamaydi. Sanlar boshlading, bu yoq to'xtamaydi. Bu yog'i o'sha o'zini qonuniy yakuniga yetishi shart. Qonuniy yakuniga yetishi shart. U yog'i ma'naviy tomonlarni hali biz olib boramiz. Hali bu tema to'xtamaydi endi. Bu media maydonda, informatsion maydonda biz hali bizni gapiradigan gaplarimiz ko'p. Hali bayram nishonlaymiz biz. Dunyoning narigi chekkasida bo'lsa ham. Ko'ting shunchalik ochiqki, boshingni men qumga tiqmagin, san pidarazlar. Ko'ting ochilib qolaveradi sanlarniki. Gnidalar. Sen qanchalik o'zingni endi yashirishga urinma, sen xurpay olib, mana qilib, bekinib olib, ovora bo'lma endi sen. Sanlar voqeani rivojlantirgan sanlar bo'lasanlar. Mana shu atrofidagi mana bu yig'ilib olgan gnida blogerlar. Sanlardagi blogerlar kerak yo'q. Sanlar yo'q bo'lib qolishing kerak informatsion maydondan. Yo'q, tamoman yo'q. Ishsiz bo'lishing kerak. Sanlar xavfli unsursanlar. Otabek Jo'rayev ayniqsa san va Gulchapchap o'ta xavfli unsur. Sanlar xavfli unsursanlar. Jamiyatga katta talofat yetkazadigan unsursanlar. Mana bu Gulchapchapning makri 40 filga yuk, 400 filga yuk. Haligi ijaraga olgan kvartirangda shaqir-shuquringni qilib, ko'tingni qisib, hukmini kutib, o'zing nimaga o'tirmayapsan? Nimaga vaqillab chiqib har baloni gapirib yotibsan? Chunki sarosimasanlar, sarosimada. Sen hamma narsa silliq ketadi deb o'ylading, sanlar. Hamma narsa silliq o'tadi. O'zlaringni shu idealniy o'sha planlaring bo'yicha ketadi deb o'ylading. Sanlarga qarshi chiqadigan odam bo'lmaydi deb o'ylab qoldilaring. Bo'ldi, ikkitasini qamatdik, qolgan 9 tasini ham juvonmay qilamiz va undan keyin bu masalani shu darajada ko'taramizki, butun xalq bu ichki ishlar degan nomni eshitgan paytda qayt qilib darajaga boradi deb o'yladilaring. Sanlar sud ham, boshqa amaldorlar ham hammasi bizni nog'oramizga o'ynaydi deb o'ylab qoldilaring. Sanlar o'yladingki, mana shu O'zbek segmentida mana shu informatsion maydonda biz kurs belgilaymiz. Biz qo'yamiz anaqa shartni. Biz usloviya belgilaymiz deb o'ylab qoldilaring. Buni orqasida yana qancha rejalaring bor edi. Mana shu case o'xshasa, undan keyingi etaplar bor edi. Buni orqasida ham pul topyaptilaring yaxshigina, mo'maygina, jaraq qilib. Va buni orqasida boshqa va kerak bo'lsa o'sha ma'lum bir sabotajchilarning nima deydi, rejalarini amalga oshirib beruvchi o'sha bolt va vintlari bo'lib rol o'ynayaptilaring. O'shatdan o'zlaring ham manfaatdor bo'layaptilaring. O'xshamay qoldi. Konkretni o'xshamadi. Men aytaman do'stlar, 4 ta 5 ta odam ismini. Feruza Jo'rabekovni, Sevara Alijonovni, Timur Raisov, Abror Muxtor Ali, uni segment kattada, o'sha musulmonlar qatlamidan iborat segmenti yaxshigina auditoriyasi bor. U ham ancha yerda juda katta xizmatlar qildi o'sha. Mana bu temasini aytyapman. Ko'p odamning fikrini o'zgartira oldi. Men kuzatyapman. Men qarama-qarshi odamman Abror bilan. O'ta ketgan, ziddiyatlashgan, hali ham ziddiyatlashib yurgan odamman, lekin mana shu mavzuda uni nimasi roli juda katta bo'ldi. Mana 4 ta ism sanadimmi hozir? Yana kimni esimdan chiqarib qo'ydim. Mana shu bor yo'g'i shu. Ilk bor Ismigul Shayxuddin va do'stim o'tgan yili bu haqda bir 10 tacha post qo'ygan. Ana shu 4 ta yoki 5 ta, men o'zimni hisobga ham olmayman.
to'g'risini aytaman. Men o'zimni bu saflarga kirita olmayman. Menda auditoriya unchalik emas. Menda bor yo'g'i bir qancha odam bor. YouTube'imda bir 6000 atrofida odam bor. Mana bu Facebook'imda bir 14000 odam bor yoki 13000 mi? Bo'ldi. Bularga o'xshab million haligi 500 ming, 600 ming, bir narsa ming, bir palon ming degan auditoriyam yo'q. Telegramda 2000 ginami, 3000 gina ya 2000 nechidir ham odam bor. Men zarraman xolos. Men hech kim emasman. Masalan, Temurning qancha minglik auditoriyasi bor. Po'panagini chiqarib tashashdi. Mana bu gnidalarni po'panagini chiqarib tashadi. Mana shu 4 ta 5 ta odam butun bir tomonga qarab og'ayotgan holatni chappachasiga aylantirdi. Buni e'tirof etib o'tishim shart. Chappachasiga aylantira oldi. Butun mana o'zbek segmentidagi mana shu media prostranstvada 90% odam mana bu yoqqa qarab, men aynan internetdagi holatni aytyapman. 90% odam mana bu yoqqa qarab ketayotgan bo'lsa, buni chappachasiga aylantira oldi. Bu juda katta ish. Juda katta ish va mana hozirgi paytga kelib, mana shu bugun bo'layotgan darajaga erishildi. Bo'ldi, qamal ketyapti. 4 yildan olib, uje qamalib ketib bo'ludi. Yo, mana hozir qaytib ish boshqa viloyatga o'tib, boshqatdan mana qo'shimcha tergovlar, qo'shimcha surishtiruvlar, bir narsalar bo'lyapti. Mana hammasi uje diqqat e'tibor, uje boshqa rakursdan qaralyapti. Shuning uchun ey parazitlar, ey megajalab atrofingdagilar bilan qo'shib, megajalab isqirt. Seni bu butun haligi chirigan avrating boru. Bu chirigan avratingga kim sopini tiqadi, nima qiladi, vahshiy ahamiyatsiz. Spid bo'lib o'lib ketmaysanlarmi hammang? Gruppavuha bo'lib. Poxuy. Prosta jamiyatda odamlarni haqiqatda miyasini akashaq qildilaring. O'zlaringni o'sha istak, xohish, manfaatlaringni deb hammani zimmasiga shuni yuklading. Sani fohisha mega jalabligingni butun jamiyatga yuklading. Atrofingdagi mana bu erkak deb aytishga ham odamning tili bormaydi. Mana bu senga o'xshagan mega jalablar atrofingda vaziyatni nima qilyapti? Hammasi isqirtli. Mana bu isqirtlar butun jamiyat shu senga o'xshagan bo'lish kerak, jalab bo'lish kerak. Ana shunaqa bo'lmasa hisob emas. Ana shunaqa taqdim qildilaring. Shuning uchun o'rtoqlar, yo'q, bunaqa kirchir ishlar mayli, boshida undoq bo'lishi mumkin, bundoq bo'lishi mumkin, lekin oxir oqibati yakuni baribir adolat bilan yakuni yasalishi kerak. Endi menga qarshi gapirayotgan mana bu mega fohishani tarafini olib gapirayotganlarga aytadiganim, shunaqa talpa yopirilyapti-da menga. Erkakmisan, ayolmisan, po'xuy, hammang mega jalabsan. Ana shuning uchun shu g'irt mana bu tuhmatchi, shantajchi, isqirt, ko'ringanga nima deydi, farjini ochib beraveradigan isqirtni tarafidamisan, o'sha toifadansan. Hammang pagalovni. Menga kim qarshi, menga boshqalarga o'sha mana shu temani qoralab, mana shu vaziyatni, mana bu isqirtlarni isqirtligini ochib berayotganlarga kim qarshi bo'lib o'sha Gulchapchapning tomonidan chiqyapsanmi? Hammang mega jalabsan. O'pdim. Nechta bo'lsang. Ana shu hayoting ana shunaqa har kimga ochib beraveradigan hayot bo'lgani uchun ana shu holatni jamiyatda legalniy bo'lishini istovchi dalbayobsanlar, jalabsanlar. Erkagingdir, ayoling. Bilmasdan baho berib qo'yganlar, haqiqatda ishonib qolganlar bo'lgan, lekin bular bugun fikrini o'zgartirib bo'ldi. Hamma narsa ochiq-oydin ko'rindi, fikrini o'zgartirib, o'zlarining nuqtai nazarlarini uje bildirib, biz adashibmiz, yanglishibmiz. Men boshida mana shunaqa tushunchada edik degan xolis odamlar, o'sha informatsiyaga aldanib qolgan odamlar, yolg'on informatsiyalarga o'shunaqa fikrlar bildirdi. Lekin hali hanuz oyoq tirab turib olganlar, yo bu o'shalarning sheriklari, yo bu o'sha atrofdagilar, yo shunga o'xshagan hayot tarziga ega bo'lgan jalab fohishalar bular.
isqirtlar, gnidalar. Jamiyatda mana shu holatlar, bir nechta er tutish, bir nechta erkak bilan yotib yurish ham bu erkinlik insonning haq-huquqlari. Eri bo'la turib, oilasi bo'la turib, xiyonatkor bo'lib yuradigan mana shu ayollarni qo'llab-quvvatlab, mana shu bu erkinlik insonning o'zining haq-huquqidir deya mana shu narsani jamiyatga tatbiq qilmoqchi bo'layotgan ifloslarsan. Berkinmay hech qanday qonunning ortiga boshqa narsaga. Bor gapni, ochiq so'z bilan gapirishimiz shart. Xo'p, davom etamiz. Sud esa dushanba kuniga qoldirildi. Muborak dushanba kunini kutamiz. Barchalarga dushanba kelganda dushanba muborak o'rtoqlar deb hali yana bir bor salomlashamiz. Sog' bo'linglar.